Algebra 11 ga taalluqli bo'lgan DTM'dan test funksiyaning grafikiga x0 barobar 1 nuqtada o'tkazilgan normal tenglamasini toping. Test yechishga o'tamiz. Y barobar minus 2x kvadrat plus 3x funksiyaga x0 teng 1 nuqtada o'tkazilgan normal tenglamasini toping deyilgan. Normal tenglamasi o'zi shu nuqtada o'tkazilgan urinmaga perpendikulyar va shu nuqtadan o'tuvchi funksiya, ya'ni to'g'ri chiziqqa aytiladi. Va normal tenglamasining ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz f'(x) topamiz, ya'ni hosil olamiz. Ya'ni f'(x) teng bo'ladi. Hosil olsak, bizda funksiyamiz minus 2x kvadrat plus 3x, ya'ni minus 2x kvadrat plus 3x hosilasi teng bo'ladi. Minus 4x bo'ladi, bu plus 3 bo'ladi. Endi f'(x0), ya'ni hosilaning x0 nuqtadagi qiymati minus 4 ko'paytirib 1 plus 3, x0 1 ga teng, bu teng chiqadi, minus 1 chiqadi. Endi ikkinchi qiladigan narsamiz y0 topishimiz kerak. Y0imiz funksiyaning x0 dagi qiymati, ya'ni x0 o'rniga 1 qo'yib y0 topamiz. Ya'ni y0imiz teng bo'ladi minus 2, x0 o'rniga 1 qo'yamiz, 1 kvadrat plus 3 ko'paytirib 1. Bu 1 chiqadi. Endi normal tenglamasini yozaylik. Y normal teng minus 1 taqsimi f'(x0) ko'paytiruv x minus 1 plus y0. O'rniga qiymatlarni qo'yamiz. Y normal teng bo'ladi minus 1 taqsimi f'(x0'imiz bizda minus 1 chiqdi, ya'ni minus 1 ko'paytiruv x minus 1 plus y0'imiz 1 ga teng. Buni soddalashtirsak y teng bo'lib qoladi, minusga minus plus bo'lib ketadi. X minus 1 plus 1 bo'ladi, bu x o'zi bo'ladi. Demak, y barobar minus 2x kvadrat plus 3x ga x0 teng 1 nuqtada o'tkazilgan normal tenglamasi y barobar x ekan. Berilgan testimiz javobi A. Bu test professional birinchi qismida olindi.